Milord navi asosan tikon shoxlari yaxshi beradi deb aytibsiz. So in that case, the first rule of the Bu pruning for holatda any kesishi kind of fruits, birinchi qoidasi, we have to start from bottom pastdan top. boshlashimiz kerak kesishi. Bu umumiy qoida bu. And inside to outside. Va ichkaridan tashqariga qarab. Vaza, Goblis vaza. Vazasimon shaklni bermoqchi bo'lsangiz, In vaso shape, the most important thing is that in the center you must not have any vazani upright shoot. asosiy va sodda qoidasi markazda tikka shox bo'lmasligi kerak. Zero, because it decreases the sun interception. Yorug'likni yetib kelishi va tarqalishiga xalaqit beradi. And also it decreases the airflow within the tree structure. Va daraxt shoxlari bo'ylab shamol aylanishiga ham xalaqit beradi. Yorug'likdan keyingi That means there would be more fungal diseases. Va zamburug'lik kasalliklar ko'proq bo'ladi degani bu. Birinchi qiladigan ishimiz markazni ochish. Powerful shoots. Faqat so'ruvchilar olinadi markazdan. So in that case, I prefer to do from starting point to do that. But I am cutting from the buds. That gives you flower. Gul kurtagiga qaytarib kesyapman, shu spuriga qaytarib kesyapman. Is more, Shu yerda bitta fikr bildirsam bo'ladimi? Kesdim. Olur. O'shani qoldirib kessam yaxshi emasmidi? Yaxshi emas. Agar uzunroq qo'yganingizda tikka shoxlar ko'proq chiqadi. So any upright branches that going inside, ichkariga qarab ketgan hamma tikkasini olamiz. We don't touch such small branches. Lekin sekin o'sgan, mevaga yotgan mayda shoxlar kesiladi. We just take out the internal ones. Ichkari tikkalari ketyapti. Asosan. Ya'ni birdaniga hamma narsani kesib yormayapti-da. O'zi kesish ham shunaqa qoidasi bor, aka. Eng yomon shoxlarni birinchi olish.